Navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda geocoding pakeji haqida gaplashamiz va bu pakejni tushuntirishligimdan oldin sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tib ketishligim kerak. Bizda geografiyada bitta tushuncha bor, ya'nida x o'qi, y o'qi degan tushunchani hammamiz maktabda o'tganmiz va bizda xuddi shu kabi latitude va longitude degan tushunchalarimiz bor. Bular xuddi x o'qi va y o'qi bo'yicha har bitta manzilimizni o'ziga yarasha qiymatlari bo'ladi, koordinatalari. Latitude shimoliy yokida janubiy yo'nalishni bildirsa, longitude g'arbiy yokida sharqiy yo'nalishni bildiradi bizda. Har bitta manzilimizda o'ziga tegishli qiymatlari bo'ladi. Mana uni mapdan ham ochib Google Mapga kiradigan bo'lsak, ixtiyoriy bitta manzilni bosadigan bo'lsak va mana bu yerda bizda birinchi qiymati latitude bo'ladi, ikkinchi qiymati longitude bo'ladi. Xuddi mana shu singari har bitta manzilimizni o'ziga biriktirgan lat va long qiymatlari bo'ladi. Mana shu qiymatlar orqali biz o'sha manzilimizni joylashuvdagi nomlarini yokida ko'cha nomlarini olishligimiz mumkin bo'ladi, yokida biz manzilning nomi bo'yicha mana shu qiymatlarni olishligimiz mumkin bo'ladi ushbu pakej orqali. Endi yana bir tushuntirsam bo'ladi ushbu pakej. Bizda manzillarimizni nomini beradigan bo'lsak, ularni lat va longlarini olib beradi. Ya'nida latitude va longitude degan so'zlarimizni qisqartmasi lat va long deb yuritishimiz mumkin. Xo'p, agarda biz lat longni beradigan bo'lsak, xuddi shu manzilimizni nomlarini olib beradi. Xo'p, demak unda boshlaymiz. Mana bu yerda pakej haqida ma'lumot beryapti, ya'nida bu pakej emas, plugin deyapti. Ushbu plugin Android va iOSni geocoding serverlaridan foydalanadi deyapti. Mana bu yerda qo'shimcha iOS uchun va Android uchun ma'lumot olishligimiz kerak. Agarda qachondir o'zida mana bunaqa exception chiqib qoladigan bo'lsa, bu serverlarimiz limiti bor deyapti va o'sha san limitga yetib kelgan bo'lishi mumkin deyapti. Va undan keyin Google Play servisimiz bizda ba'zi mintaqalarda ishlamaskan. Agarda bizni ham mintaqada ishlamaydigan bo'lsa, VPN orqali mintaqani o'zgartirib foydalanib ko'r deyapti. Bizda bu narsa ishlaydi, shu sababli kerak emas. Va undan keyin mana bu yerdan kod qismimiz boshlanadi. Gradle properties ichiga kirib, mana shu ikkita qiymatimizni true ga o'zgartirib qo'yishligimiz kerak ekan. Va bu yerda Android ichida mana bu yerda Gradle properties bor. Bu o'z default holatda ikkalasi ham true turadi. Agarda bu qiymatlarimiz yo'q bo'lsa yokida false bo'ladigan bo'lsa, siz o'zgartirib qo'yishligingiz kerak bo'ladi. Undan keyin compilers'dekini 33 ga qo'yib qo'yishimiz kerakligini aytayapti. Biz o'tgan darsda buni 35 ga qo'yib qo'ygandik. Mana bu yerda Android app ichida build Gradle bizda mana 35 da turibdi. Undan keyin bizda asosiy ikkita funksiyamiz mana shulardan iborat. Ana e'tibor beradigan bo'lsak, birinchisida joylashuvimiz manzilimizning nomini beryapti va lat va longlarni oladi. Ikkinchisida esa lat va longni bergan holatda o'sha manzilimizga tegishli bo'lgan nomlarni oladi. Unda bizda mana default kichkinagina app bor. U bitta column body'sida columndan iborat va bitta floating action buttondan iborat. Command Shift P qilib birinchi navbatda geocodingni qo'shib olaman. Agarda sizda ham qo'shilmagan bo'lsa, qo'shishligingiz mumkin bo'ladi. Men VS Code'da to'g'ridan to'g'ri qo'shib yubordim. Va yuqoridan bitta list ochib olamiz. Uni type'i location bo'lar ekan. Adres lat long deb yozib qo'yaman. Va boshida bo'sh listimiz bo'ladi bu. Undan keyin xuddi mana shunga adres lat longga tenglashtiramiz. Location from address degan geocodingning ichidan keladigan pakejimiz bor va u evet bo'lishligi kerak. Va undan keyin funksiyamizni ham o'z-o'zidan assign qilishligimizga to'g'ri keladi va u string oladi va string bizda manzillarimizni nomi bo'lishligi kerak. Mana misolga Toshkentda yozadigan bo'lsam va bu qiymat tenglangandan keyin men bu yerda bitta set state yozib shunchaki mana bu body'imizga qiymatlarimizni chiqarib ko'raman. Text qilamiz va tekstni centerga o'rab qo'yishligimiz mumkin. Lat deb turib address location first qilib birinchisini olamiz va undan keyin mana
latitude qiymati bor. Bu nima deyapti? Bu yerda mana bu yerda const borligi uchun xato berdi bizga. Xuddi shuni bitta narsa qilishligimiz kerak. Oldin mana bu list bo'lganligi uchun bu qiymatini olayotgan vaqtida, ya'nida biz bergan manzil bo'yicha qiymat olayotganda biz noto'g'ri manzil berib qo'yishligimiz mumkin yoki umuman mavjud bo'lmagan manzilni beradigan bo'lsak, bu qiymatimiz bo'sh bo'lib qoladi. O'sha vaqtida bo'sh qiymatni birinchi elementini oladigan bo'lsak, bizga xato berishligi mumkin va shu uchun biz tekshirib qo'yishligimiz kerak. Address is not empty bo'lsa, faqatgina shu holatda ishlasin deb. Va mana bu yerga tashladim men. Undan keyin xuddi shuni olib endi bunga longitude qo'yib qo'yamiz. Va endi shunda longitude tashlab buttonimizni ishlatganimizda mana ko'rib turganimizdek bizda qiymatlarimiz chiqdi. Ya'ni biz bergan manzil bo'yicha. Agarda buni Samarqandga o'zgartiradigan bo'lsak, e'tibor beramiz, mana qiymatlarimiz o'zgaradi. Va xuddi endi shuni teskarisi ikkinchi funksiyamizni ishlatib ko'ramiz. U uchun yana shunaqa bitta floating action button ochib olib, uni latlong deb nomlab qo'yaman. Mana buni ichini o'chirib tashlashligimiz kerak bo'ladi va bunga qaraydigan bo'lsak, place mark typeidagi listimiz ekan va xuddi shunaqa list ochib olamiz yana bitta. Mana shundoq bo'sh list ochib olganimizdan keyin mana bu yerdan bitta tekst yozamiz. Ajratishlik uchun yokida shunchaki divider qo'yib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Ikkalasi farqlashligimiz uchun. Va endi bu funksiyamiz ishga tushganda address name ga xuddi shunday qilib tenglab qo'yamiz. Place mark from coordinate. Mana shuni va mana buni ham evet qilishligimiz kerak. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu latlong so'rayapti. Mana bu xuddi boya chiqqan latlongni o'ziga qaytarib beraveramiz. U 39. Mana birinchisi har doim latitude bo'ladi, ikkinchisi longitude bo'ladi. 66-31. Va endi bunda kelib qiymatini yozadigan bo'lsak, xuddi shunday f qolishligimiz kerak bo'ladi. Buni ham tekshirib aytganimizdek, bu ham list bo'ladi. Agarda biz koordinatalarni noto'g'ri beradigan bo'lsak, noto'g'ri deganimiz mavjud bo'lmagan koordinatani beradigan bo'lsak, yer sharidan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsak, bu listimiz bo'sh bo'ladi. Text deyman. Ko'paytirib tashlayman. Va mana bunga country'ga country'si xuddi shunday qilib har bitta elementini berib chiqaman. Qolganlarini yozishga erindim. Shu sababli qolganlari sizlarga uyga vazifa bo'ladi. O'zlaringiz yozib tekshirib ko'rishliklaringiz mumkin. Bitta xotir reload qilib yubordim. Undan keyin mana latlongni bosadigan bo'lsak, mana bizga ikkinchi qiymatlarimiz, ya'nida qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston deyapti countryni va mana Samarqand deyapti. Ko'chalarimizni shunchaki olib bermadi. Ya'nida ba'zida bo'sh kelib qolishligi mumkin. Bu bizning xatoimiz emas. Bu package xatosi hisoblanadi. Ya'nida bu biz bergan koordinata bo'yicha ma'lumotlar to'liq bo'lmaganda shunday kelib qolishligi mumkin. Ba'zida agarda shaharni sentrlarini beradigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz to'liq keladi va bu packageni umumiy mantig'ini tushunib oldik deb o'ylayman va keyinchalik bu Yandex.Map bilan ishlatilinadi. Ya'nida Yandex.Map bizga bergan latlong orqali mana bu ma'lumotlarimizni chiqarishligimiz mumkin bo'ladi. Yokida biz biror bir ma'lumot
yozamiz qo'lda izlashlik uchun va o'shani izlayotgan vaqtimizda mapdan ham ochib berishlikka to'g'ri keladi. O'sha vaqtida ushbu pakejdan foydalanamiz. Shu sababli ham bu pakejni o'zini alohida dars sifatida tushuntirib o'tib ketdim.